Barchangizga assalomu alaykum akajonlarim, opajonlarim. Sizlar bilan men Islomjon do'stlar. Sizlarni ko'rib turganimda bag'oyatda xursandman. Do'stlar, bizlar ikkinchi tur o'yinimizga 100 dona avtomobil va'da qilingan o'yinimizga startni beryapmiz. Akalar, opalar, hozirda Termiz shahrida emasman. Shu uchun orqamda avtomobillarning obzorlarini qo'yib bera olmayapman. Xudo xolasa 3-4 kunda Termiz shahrida bo'laman va xudo xolasa chiroyli tarzda 30 dona Spark hamda 70 dona Matiz avtomashinasini ko'z oldingizcha boshqatdan bitta obzorlar qilib, xudo xolasa startini berib o'taman. Hozir bu o'yinimiz shunchaki sizga ma'lumot va start berish videosi bo'lyapti. Akalar, opalar, ekranga yaqinroq kelamiz, bitta layklarni bosamiz, kommentariyada jigarim omad so'zini yozib qoldiring. Oxiriga aytaman, sizga yutuqlarimiz juda ham ko'p. Operatorga aytamiz, yaqinroq kelaverasiz, xudo xolasa nasib bo'lsa. Do'stlar, bu o'yinimiz O'zbekistonda start berilyapti. O'zim hozir O'zbekistondaman, Surxondaryo viloyati, hozirda Denov shahridaman. Akalar, opalar, xudo xolasa tez kunda Termiz shahriga qaytamiz. Denovda hozirda ozgincha ishlarimiz bor. Akalar, opalar, biz yangi turga start berdik. Shogirdimizning ikkinchi turi bosh sovringa 30 dona Spark avtomobili qo'yildi. Undan tashqari esa 70 dona obunachilarimiz uchun Matiz avtomashinasi qo'yib berildi. Akalar, opalar, bu o'yinimizda naqd inshaalloh 1000 rubllik o'yin bo'lyapti. O'zbekistondan, Qozog'istondan, Rossiyadan, Gruziyadan, Turkiyadan xohlagan yer sharini, xohlagan hududidan turib o'yinimizda ishtirok etsangiz bo'ladi. Viza karta desangiz viza karta, turk karta desangiz turk karta, o'zbek karta desangiz o'zbek karta. Akajonim, Qozog'istonda yurgan aka-opa singillarimizga Kaspi Golddan bemalol viza kartaga to'lov qiladigan haqida viza kartalarimiz ham bor. Xullas, Tojikistondan turib Dushanbe Citydan ham bemalol o'zbek kartasiga to'lov qilsangiz bo'ladi. Akalar, opalar, boya aytib o'tganimdek 100 dona avtomobil o'yiniga start berdik. Juda katta o'yinga qo'l uryapmiz. Aynan sizlarga ishonib, layklarni bosib, kommentariyani bambit qilamiz. 30 dona Spark avtomobili qo'yildi, jigarlarim. Undan tashqari esa 70 dona Matiz avtomashinasi, 100 dona avtomobil bo'ldi. Yana 100 nafar obunachimizga esa 1 million so'm o'zbek so'midan sizlarga pulli konvert qilib berdik. Undan tashqari 100 dona besplatni bilet, 300 dona priz bo'ldi akajonim. Yetmadi. Yetmagan bo'lsa jigarim, yaqinroq kelasiz, xudo xolasa nasib bo'lsa 5 nafar obunachimizga 1000 dollarlik pulli konvert, 5 nafar obunachimizga 500 dollarlik pulli konvert, 20 nafar obunachimizga 100 dollarlik pulli konvert bo'ldi. Akalar, opalar, naqd 50 nafar obunachimizga esa 6000 rubllik pulli konvert bo'ldi. Bilet narxi 1000 rubldan, umumiy biletlar kolleksiya soni 20000 dona. Islomjon, nima buncha bilet ko'p desangiz, akajonim, hozirda aksiya bilan udariga startni beraman. Siz menimcha chiroyli tarzda aksiyada ishtirok etasiz. Eng ko'p bilet olgan obunachilarimizga birinchi o'ringa 500 dollar, undan tashqari esa mana shunaqa yangi bitta skuter aynan sizlar uchun qo'yib beriladi. Akajonim, bu skuter ham hozirda 6 million so'm turadi. Bozorda surishtirdim, 6 million so'm. 500 dollaringizdan pashti 6 million so'm. 12 million so'mlik yutuqni siz eng ko'p bilet olgan sifatida olishingiz mumkin bo'ladi. Jigarim, qaddingizni uring, laykni bosing, ekranda ko'rsatib qo'yilgan WhatsAppga hozirda o'zida salom yoki nuqta desangiz, sizga shablon tashlab beriladi. Shablonni o'qib ko'rasiz, o'yin sizga ma'qul kelsa, bemalol biletlar olasiz. 5 dona bilet olgan obunachilarimizga 2 dona bilet qo'shib beriladi. 10 dona bilet olgan obunachilarimizga esa naqd 15 dona bu bilet boradi. Bilet narxi boyaga aytib o'tganda 1000 rubldan. Rossiyadanmisiz, Qozog'istondanmi, Tojikistondanmi va O'zbekistonda bo'lsangiz ham bemalol o'yinda ishtirok etsangiz bo'ladi. Qaddingizni urib, layklarni bosib, qo'parma qayish qilib, hozirda o'zida yo'q ekranda ko'rsatib qo'yilgan WhatsAppga tezda yozamiz. Xudo xolasa aksiyalarda ishtirok eting. 20000 dona bilet, xudo xolasa 3 oyda final bo'ladimi, 2 oyda final bo'ladimi, 1 kunda final bo'ladimi? Sizda poddeshkangiz bilan bizlar tezroq finalda qilamiz. Qani bo'lmasa, bo'shashmaymiz. Xudo xolasa tez kunda 3-4 kun ichida avtomobillarning obzorlarini birgalashib, sizlar bilan startini yana bir bor, qaytadan startini berib boramiz. Hammangizga omad yor bo'lsin. Gaziga bosing. Surxondaryo 75 ijodga qaytdi. Hammangizga omad.